Jahon IT jamoasiga xush kelibsiz. Eng zo'r va qiziqarli dastur Excel dasturi bilan ishlashni boshlaymiz. Xo'sh, sichqonchani o'ng tomonini bosib, Sozdat degan joydan Excel yaratib olamiz. Yozamiz Excel birinchi dars. Mana Excelni ochib olsak, e'tibor bering, Word dasturi kabi Excelning ham interfeysi deyarli bir xil. Ya'ni interfeys bu foydalanuvchiga ko'rinadigan qismi, ya'ni fayl, glavnaya, vstavka, xo'sh, ana bu yerda VPS, PDF degan narsa bor ekan. Sizda ham mana shu yerda ortiqcha bo'limlar bo'lsa, o'chirib qo'yishni birdan ko'rsatib o'taman. Mana parametr, lenta degan joyni topamiz. Qarang mana. Lentadan qo'yib qo'ysam mana. Bo'ldi, o'chdi. Formula o'chmoqchimisiz, danninimi yoki buni o'chirmoqchimisiz, vidni o'chirmoqchimisiz, farqi yo'q. Qaysi bo'lsa ham mana parametrga kiramiz. Parametrda hamma narsa nastroykasi bor. Aslida tayyor qilib berilgan bo'ladi. Shuning uchun parametrga kirmang. Tushunmasangiz, bo'lmasa mana shu yerdan lentadan xohlagan joyimizda belgilaymiz. Mana qaysidir o'chirmoqchimiz, okey, o'chirib qo'yamiz. Ketdik. Kim kanalga obuna bo'lmay ko'rayotgan bo'lsa, qarg'aga aylansin. Interfeysi tushunarli bo'lgan bo'lsa, fayl bo'limidan boshlaymiz. Bu interfeys mana bular hammasi Word dasturida tushuntirilgan. Fayl bo'limida Wordniki bilan bir xil, ya'ni zashta qo'yish, yangi yaratish, последнийni ishlash, сохранить как hamda pechat. Hammasi bir xil. Главный bo'limi ham выразить, копировать, вставить, ya'ni qirqish, nusxa olish va joylashtirish bir xil. Shrift bo'limida xuddi Word dasturi kabi shriftlar, razmeri, jирный qilish, italik qilish, ostiga chizish, kattalashtirish, kichaytirish, ranglar, ular ham bir xil deyarli. Faqatgina ana bu joyimiz bor, граница degan joy. Word dasturida Word dasturida ham bor, lekin bunda ko'proq shu jadvallarni chizishda ishlatiladi. Ketdik. Excel dasturini birinchi afzalligi nimada ko'proq foydalanamiz? Excelda jadvallar hamda hisob-kitob amallari uchun foydalanamiz. Boshladim. Bittagina kichik loyiha bilan Excelni boshlab beraman. Birinchisi, bizda mahsulotlar bor. Mahsulot. Keyin miqdori. Undan keyingisi narxi. Keyin mahsulot nomini yozamiz. Endi mana bu joyda nechtadir daftar, 15 ta daftar bor ekan. Narxi ham mana. Endi har xil bo'lishi uchun yozib chiqdim aslida mana. Bu miqdori. Endi narxi. Qaysidir 1670 belgilaymizda. Endi siz mana bu mahsulotdan miqdori shuncha bor va narxi. Bu yerda uni hisoblab yozish kerak. Har birini kalkulyatorga ko'paytirib, keyin bu yerga yozgandan ko'ra Excel dasturi mana qarang. Barobar miqdori hamda ko'paytirish, enterga bosib oldim. Ko'paytirish buni va teng bossak, mana bizda buni ko'paytirdida natijani chiqarib berdi. Endi har birini shunaqa qilib o'tirmaymizda Excelda mana. Burchagiga sichqonchani olib kelib pastga qarab harakatlantirsak, hammasini ko'paytirib berdi. Endi mana bu mahsulotimiz tugab qoldi.
Qarang. Natija ham o'zgardi. Masalan, buni narxi arzon bo'ldi. Qarang, natija ham o'zgaradi. Mana nima uchun Excel hisob-kitob uchun zo'r dastur. Endi bir boshdan elementarniy Excelni tushuntirib beraman. Yaxshilab o'rnashib oling. Albatta like va obunani esdan chiqarmang. Birinchi Excel dasturida tartib raqam qo'yishni o'rganamiz. Ya'ni avtomatik tartib raqam qo'yish. Masalan, mana bu yerda mahsulotlar uchun nomer belgisi, ro'yxatimiz uchun bu yerda esa masalan ism, manzil shunaqa jadvalimiz bor. Bu yerda to'ldirdik ismga masalan Ali. Shu yerda Ali bor. Endi buni tartib raqami, ya'ni nechta Ali bo'lganini yozish uchun endi aslida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 shuni yozib chiqib, oho, qancha bor. Demak, oson yo'lini ko'ramiz. O'chiraman. Mana qarang. 1 yozamanda shuni mana bu burchagidan faqatgina kontrol tugmasini bosib turib bir qo'lim bilan, ikkinchisi mana shu burchagimdan sichqonchani ushlab turib pastga qarab harakatlantirsam yozib berdi. Bu birinchi usul. Ikkinchi usul mana shu yerga yozamiz. 1 yozdim, 2 yozdim va qarang, bu yoqda bosib oldimda, keyin 1 ni ustiga etib sichqonchani qo'yib yubormasdan 2 ga qarab harakatlantirdim va sichqonchadan qo'limni oldim. Endi kursorni mana bu burchakka ana bu burchakdagi nuqtaga olib boraman kursorni. Kursor o'sha yerga borgandan keyin shakli o'zgaradi mana. Qarang, plus, ariq oddiy qora plus. Mana shu holatda mana sichqonchani bosib turib, sichqonchani chap tugmasini bosib turib pastga qarab harakatlantiramiz. Hoppa. Endi ikkinchisi mana 1 pastga 2 ni yozdim va yana qarang, boshqa joyga bitta bosib olyapman-da, mana sichqoncha bilan belgiladim va hozirgi joyga etib sichqonchani tezlik bilan chap tomon 2 marta bossam ham o'zi avtomatik manzilgacha sanab beradi. Lekin orada mana bu yoqda hech narsa bo'lmasa, u ishlamaydi mana. Qarang. Qachonki bu yonida nimadir bo'lsa, mana bunda ishlaydi. Ya'ni qayergacha sanashni bilmaydi. Ya'ni orada bo'sh xona bo'lgani uchun bu ishlamaydi. Agar yonida ma'lumotlar to'ldirilgan xona bo'lsa, bemalol 1-2 ni belgilab, mana shu yerga sichqonchani 2 marta tez bosadigan bo'lsak, oxirgi manzilgacha sanab beradi. Xo'shman, mana bu yerda siz uyda bajarishingiz kerak bo'lgan topshiriqlarni yozib ketaman. Birinchi darsdan keyin shu narsalarni bajarasizlar. Topshiriqlar. Topshiriq 1. Tartib raqam qo'yishni mashq qilish. Ikki xil usulda. Demak, birinchisi kontrol tugmasini bosib turib, ikkinchisi shunchaki mana bu yerda 2 ni qo'yib belgilaymizda, mana o'shani pastga tortib. Balki 15 ta bugunchalik bo'lar. Tartib raqam qo'yishni ko'rdik. Shu joyda o'rgatib ketaman. Mana shuncha narsani yozdik. Listni bo'shatmoqchi bo'lsak, qarang, tepadan bu yerdan emas, tepadagi B harfidan kursor mana shu holatda bo'lganda kerak maydongacha belgilaymiz. Qarang, B dan G gacha belgiladim. Va sichqonchani o'ng tomonini bossam, mana uddalit. Ko'ring, yana 0 dan yangi toza B kelib chiqdi. Endi mana bu shaklda ham qilishimiz mumkin. Tepadan belgilab qiynalgancha mana buni bossak, ko'ryapsizmi? 1 bilan A ni orasidagi joydan bitta bosamiz va yana o'ng tomonni bosib uddalit qilsak, qolgan maydonni o'chirib beradi. Xo'sh,
Shu paytda mana bu joylarni ko'rsatib o'tay. Boshda aytishim kerak edi o'zi aslida. Tepa qismi A, B, C deb alfabet bo'yicha, yon tomonda esa birdan raqamlar yozilgan. Xo'sh, A, B, C nechagacha borganligini bilmoqchi bo'lsak, mana kursorimiz mana shu yerda turibdimi? Kontrol bilan yon tomon strelkani bosadigan bo'lsak, ko'ryapsizmi mana? Mana shuncha mana shu joygacha kelgan. Ya'ni uchtalik harf bo'lib, xullas mana shu joygacha kelgan. Joyga qaytmoqchi bo'lsak, yana kontrol bilan birinchi strelkani bossak, joyga qaytaradi. Ya'ni maydonimiz juda katta demoqchiman. Endi birdan nechagacha raqam borligini ko'rmoqchi bo'lsak, kontrol bilan pastki strelkani bosamiz. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Demak, 6 ta 0 bo'lsa million. 1 million 48.576. Demak, ikkinchisi. Mana bu yerda yozib ketaman. KTRL plus strelkalar. Maydon, ish maydoni deylik. Ish maydonining oxiriga boradi. Shuni yana joyiga qaytarish uchun kontrol bilan bosamiz. Xo'sh, endi fayl bo'limiga kiramizda parametr. Xo'sh, parametrdan keyin formula bo'limiga kiramiz. Qarang, ana shu joyda stil R1 C1 deganni bosib qo'ysak, tepada ham bir, yonda ham bir. Endi buni manzilini qanday ko'ramiz? Qarang. Mana bu yerga bossam, 7-raqamni oldiga bosay mana. R7, C birinchi xonada turibdi. Ko'rib bering mana. 9 bo'lib qoldi mana. 6, 5 mana. Ya'ni bundan ko'ra harflarimiz qulay. Kontrol bilan strelkani bossak, bu tomonga 1, 2, 3, 4. 16.000 bor ekan. Buni avvalgi joyiga qaytarib qo'yamiz. Mana fayl bo'limi. Parametr. Formulaga kiramiz. Va mana buni o'chirib qo'yamiz. Qarang, R1 C1. Bizda bu holat qulay. Endi yacheykaga qaytamiz. Ish maydonimiz yacheykadan iborat. Mana bosganimiz qaysi yacheykaga bosilsa, shu aktiv yacheyka hisoblanadi va u mana bu joyda manzili ko'rinadi. Ya'ni bossak mana E5, F11, mana R5. Mana shu shaklda yacheykalar ko'rinadi va o'sha yacheyka, belgilangan yacheykaga biz qilayotgan amallar ta'sir qiladi. Masalan, raqam yozdim. Qarang, mana qaysi yacheykaga bossam, bu yoqda beradigan mana rangim ham, kattalashtirishim ham, bu ham hammasi aynan aktiv yacheykaga ta'sir qiladi. Hammasiga emas. Qachonki hammasini belgilab bu yoqdan amallarni bajarsam, qolganiga ham ta'sir qiladi. Bo'lmasa faqat belgilangan yacheykaga ta'sir qiladi biz qilayotgan amallar. O'chirib tashlash uchun mana belgilayman yoki mana bu joyni bosaman va o'ng tomonni bosib turib udalit. Demak, yacheyka tushunarli. Yacheykalar yoki o'zbekchada kataklar. Kataklar. Ketdik keyingisi. Xo'sh, mana shunga to'xtab qolgandik. Granitsa nima uchun kerak? Bizda jadval bor, to'g'rimi? Jadval bor. Endi shuni pechat qilishimiz kerak. Ya'ni printerdan chop etishimiz kerak. Buning uchun Ctrl P tugmasini bosamiz. Mana
printerga chiqarmoqchi bo'lsak, printerda jadval yo'q. Nima qilamiz? Aynan yozuv bor joyini belgilaymizda, mana shu glavniya bo'limidagi mana shu joyga kirib, granitsiya bo'limidan все granitsiyani bossak, ko'ryapsizmi? Chizib berdi. Endi pechat bossak, aynan o'sha joyimiz mana pechatga tayyor jadval asosida bo'ldi. Granitsamiz shu uchun kerak. Hali keyingi amaliy mashqlarda ko'rib chiqamiz. Shu holatda mana bu joyni ham to'ldirib ketaylik. Orasini ochaman bularni. Bunaqasiga ham orasini ochamiz. Bu viravneniya bo'limi, ya'ni viravneniyani o'zbekchaga to'g'rilash desak bo'ladi. Qarang. Mana 322 sonimiz pastki burchakda turibdi. Mana bu bilan xohlasak tepaga, xohlasak qarang, bu tepadan pastga, pastdan tepaga yo'nalish bo'yicha. Pastdagisi esa o'ngdan chapga, chapdan o'ngga yo'nalish bo'yicha mana joylashtiramiz. Hammasini shunday qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerdan belgilaymiz. Yoki mana sichqonchani bosib turib belgilaymiz. Ko'rdingmi? Hoppa. Hammasi o'rtadan chiroyli qilib joylashtirdik gravniyani. Endi keling, mana shu yerda ism, manzil degan so'zlar bor. Viravneniyada A, B tepaga qaragan strelka bor, shuni ko'rsatmoqchiman. Mana ismni olamizda, mana strelkani yoniga bossak, qarang qanaqasi joylashtirilgan. Mana manzil. Chiroyli stilda. Xohlasak, buni o'chirib pastdan joylashtiramiz. Demak, mana bu bizga kerakli, o'chirib qo'yamiz. Kelasam joyi. Paytda tepaga yoki yon tomonga, mana bunaqasiga, unaqasiga egri-bugri qilib yozuvni joylashtirishimiz uchun kerak ekan. Endi viravneniya bo'limini eng muhim ikkita funksiyasi mana pernis text hamda obvinit degan funksiyalar. Xo'sh, yozib ketamiz. Viravnivaniye ekan. Bo'limi. O'rganadigan narsamiz viravneniya bo'limi, mana viravnivaniya bo'limi. Xo'sh, bu ikkalasi nima uchun kerak? Eng jadvalni o'chiramiz. Xo'sh, bizda mana bu yerda ism familiyani yozishimiz kerak. Mana tartibda ham bo'ladi. Mana bu yerda ism familiya. Yozaman men. Shonqulov, Firuz Loyevich. Keyingi yacheykaga o'tsam, mana bu yerda masalan manzil bor. Ko'rib bering, mana ism familiyam to'liq sig'madi. Unda mana shu yacheykaga yoki tepadan mana buni bosib turib, qarang, pernis tekstni bosib qo'ysam, ortiqchasini mana pastdan joylashtirib berdi. Mana qarang. Aliyev, Valijon, Alijonovich deb yozamiz. Qarang, o'zi avtomatik ikkinchi qatorda joylashdi. Mana bu yerda yozaman desam, mana Buxoro viloyati G'ijduvon tumani. Qarang. Bunda yo'q. Mana bu yerda nimadir yozsak, qolgani ko'rinmaydi. Demak, bu belgilangan yacheykada harflarni pastdan joylashtirish uchun kerak ekan. Endi obvinit nima uchun kerak? Bizda bitta yacheyka, lekin bir nechta yacheykani birlashtirib bitta yacheyka qilmoqchi bo'lsak, mana shu obvinit funksiyasidan foydalanamiz. Ko'ring endi mana. Bunga hozir stranitsa chizadigan bo'lsak ham mana bitta qilib berdi. Xohlagancha qilishimiz mumkin mana.
belgilaymiz. Buni yachaga chizsak, bitta o'rtada mana shu uchun bular ikkalasi kerak ekan. Xo'sh, bu joygacha tushunarli bo'lsa, bor yo'g'i 4 ta vazifa, uni amalda bajarib, albatta tashlab berasizlar Telegram guruhimizga hisobiga. Jahon IT jamoasiga qo'shiling.